Toxu qantini o'tqa qaqlab yevermey manga o'xshash Niango bilan qorib yeb yiqma, ta'm tilingiz lam qoldi. Cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydi. Buni qanday qaddimki qinamiz birlikda tugunayli. Avval qanotni videoda ko'rsatgan bo'yicha kesib olamiz. Uningdan keyin suvoq suv silib qaynagandan keyin ko'pikchilarini pakis elib suzib olamiz. Bunaqa vaqtimizda qanotdagi g'ayriy ta'mlarni yo'qotqil bo'ldi. Uningdan keyin sabza, yangyo, chingsaylarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Qunaqni yaxshi ko'rgan bo'lg'achqa qunaqdan azroq silvatdim. O'zinglarning ehtiyojiga qarata silib olsanglar bo'ldi. Qozonga azroq may qo'yib qanotni silib sarg'aytib qo'rib olamiz. Uningdan keyin cho'ng ustamning yangidan bozorga chiqqan samovar sho'rpasi tetqisidan bir bo'lak silib etamiz. Ko'rib turganinglardek samovar sho'rpasi tetqisi bir bo'laqdan 2 xil ta'm chiqadi. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, sizlarni bir ishlatib sinab beqinglar, ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Xo'go qiyamini qanotga yog' singdirib etgandan keyin qunaq sabzi yang yo'llarimizni solamiz. Uningdan keyin qanotchilashqidek suv qo'yib taxminan 10 minut atrofida qaynatib olamiz. Uningdan keyin Niango tetqisidan bir bo'laq silib etamiz. Cho'ng ustamning Niangosining ichida tetqisimi birga chiqadi. Uningdan keyin chingsay, uningdan keyin kunchi Niangoni silib taxminan 3 minut atrofida qaynoq saqlanib pishib ketadi. Qaranglar o'xshab ketganiga sirtdan yegan Niangom bunchalik tetmasdi. Vahshiy o'xshab ketibdiki, uydagilar bilan talishib turib yeb ketdik. Mushunga o'xshash oila taomlaridan 60 xil dars tayyorladim. Faqat 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi deb sinab beqing.